Biz qizlar bilan 8-martga o'zimizni xursand qildik. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini aytib beraman. O'zimiz va bolalarimiz uchun 3 qavatlik pension zakaz qildik. Erlarimizni uyda qoldirdik-da, faqat o'zimiz yayragani keldik. Qani edi bolalarni ham tashlab kela olganimizda, lekin bolalarni o'ynatmoqchi bo'lib keldik asosan. Endi bu pension haqida aytib beray. Bu pension dengizni bo'yida bo'lib 3 qavatli ekan. Biz 1 qavatli va katta xonalari bor deb o'ylagandik, lekin 3 qavatli ekan. Bolalar bilan sal qiyin bo'ldi, lekin hamma sharoitlari shunaqa zo'r. 3 ta katta spalni va ortiqcha ko'rpa-tushaklari bilan ekan. Va bolalar o'ynash uchun o'yingoh ham qurib berishdi. Katta stol, idish, tovoq, hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. O'zimiz yeydiganlarni oldik va bolalar mana mazza qilib o'ynab, televizor ko'rib o'tirishibdi. Biz o'zimiz xohlagan ovqatlarni qilib yedik, tig oldirdik, kuydirdik, bir narsa qildik va mazza qildik. Bu kun endi hayotimizda umuman unutilmas kunga aylanadi menimcha. Va 8-mart sovg'alarimizni bir-birimizga berishni boshladik. Yana o'yinlar o'ynadik, qiziqarli. Patila qildik, har narsa qilib ko'rdik. Hayot bor ekan, shuncha kundan beri nima qilib yurgandik deb o'zimiz rosa koyidik. Bir yengil ovqatlanib olgandan keyin kechga shirinlik va mayda-chuyda chaqir-chuqurlar soat qildik. Bu yerda mazza qildik. Hamma bola uxlagandagi o'zimizga vaqt ajratib go'zallashdik. Maska-pati qilib uxlab, ertalab turdik va keyin bolalar ozgina o'ynashdi, hamma joyi yig'ishtir qilib, birin-ketin uyimizga ketdik. Va yana shunday kunlarni ko'p tashkillashtirishni reja qilib qo'ydik.